Hammaga salom, sizlar bilan The Anime Analyst kanali. Bugungi videomizda Blue Lock animesidagi eng kuchli top 10 ta futbolchini ko'rib chiqamiz. Bu reyting faqat anime voqealari, zindon ichidagi personajlar va ko'rsatilgan faktlarga asoslangan. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani, boshladik. 10-o'rin Eita Otoya. Otoya tezkor fikrlashi va raqiblarni sezmaydigan joylarga chiqishi bilan mashhur. U ko'pincha himoyachilar nigohida yo'qolib, kutilmaganda hujumda paydo bo'ladi. Shu sababli u Blue Lock'dagi eng xavfli yordamchi hujumchilardan biri hisoblanadi. 9-o'rin Tabita Karasu. Karasu Yaponiya 20 yoshgacha bo'lgan milliy terma jamoasiga qarshi uchrashuvda Blue Lock'ning eng yuqori reytingli futbolchilaridan biri bo'lgan. U raqiblarni tahlil qilish, to'pni olib qo'yish va o'yinni boshqarishda juda kuchli. Ko'pchilik uni Blue Lock'ning eng aqlli futbolchilaridan biri deb hisoblaydi. 8-o'rin Hiyoma Chigiri. Chigirining asosiy quroli uning tezligi. To'liq tezlikka chiqqanida uni ushlab qolish juda qiyin. Tizzasidagi og'ir jarohatidan keyin ham o'z qo'rquvini yengib, yana eng tez futbolchilardan biriga aylandi. 7-o'rin Rensuke Kunigami. Kunigami kuch, intizom va aqlli zarbalar timsoli. Ayniqsa chap oyoqdagi zarbalari darvozabonlar uchun juda katta muammo tug'diradi. U maydonda haqiqiy markaziy hujumchi sifatida harakat qiladi. 6-o'rin Meguru Bachira. Bachira dribling bo'yicha Blue Lock'dagi eng xavfli futbolchilardan biri. U to'p bilan harakat qilganda raqiblar nima qilishni oldindan bilishi qiyin. Uning kreativligi va texnikasi ko'plab vaziyatlarda ustunlik beradi. 5-o'rin Seishiro Nagi. Nagi tug'ma iste'dod egasi. Uning to'pni qabul qilish texnikasi anime ichidagi eng yaxshilardan biri. Murakkab paslarni ham juda oson nazorat qiladi va kutilmaganda gollar uradi. 4-o'rin Shohei Barro. Barro o'zini qirol deb ataydi va buning sababi bor. U kuchli, agressiv va doimo gol urishga intiladi. Bosim ostida ham o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmaydi va ko'pincha o'yinning taqdirini hal qiladi. 3-o'rin Yuichi Isagi. Isagi dastlab eng kuchli futbolchi emas edi, ammo uning maydonni o'qish qobiliyati va futbol IQsi uni Blue Lock'ning eng xavfli o'yinchilaridan biriga aylantirdi. U ko'plab raqiblarning jismoniy kuch bilan emas, aql bilan mag'lub etadi. 2-o'rin Ryusei Shido. Shido haqiqiy gol mashinasi. U eng noqulay vaziyatlarda ham gol ura oladi. Uning instinktlari va hujumdagi agressivligi sababli ko'pchilik uni Blue Lock'dagi eng xavfli hujumchi deb hisoblaydi. Va nihoyat 1-o'rin Rin Itoshi. Rin deyarli barcha jihatdan mukammal futbolchi. U uzoq masofadan zarba bera oladi, dribling qiladi, pas uzatadi va o'yinni juda yaxshi o'qiydi. Anime davomida u Blue Lock'ning eng kuchli ishtirokchisi sifatida ko'rsatilgan. Mana do'stlar, bu Blue Lock zindonidagi top 10 ta futbolchi reytingi edi. Siz bu reytingga qo'shilasizmi? Yoki kimningdir o'rni yuqoriroq bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariya va podpiska bosishni unutmang. Sizlar bilan The Anime Analyst kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.